quyidagi ikkita preparatni qabul qilib yurish sizda doimiy testosteronni yuqori ushlab turadi va jinsiy moyillikni oshiradi, fantaziyani kuchaytiradi. Bular birinchi navbatda vitamin D, bu quyosh vitamini deb ataladi, lekin hozir mana kuz fasli, qish faslida quyosh ozgina kamayadi. Kuniga 5000 milligram bitta kapsulada vitamin D qabul qilish tavsiya qilinadi. Buni ertalab ovqatdan oldin uyg'onganingizdan keyin qabul qilsangiz va ikkinchi vitamin bu sinka, bu mineral. Sinka bu prostatada yig'iladi va jinsiy moyillikni oshiradi. 25 milligram kundalik qabul qilish tavsiya qilinadi. Buni kechqurun ovqatdan oldin qabul qilsangiz bo'ladi. Bu preparatlar absolyutno bezopasli preparatlar, demak doimiy miqdorda yoki uzoq vaqt ichilsanglar bo'ladi. Buni ichganingizdan keyin, qabul qilganingizdan keyin bir hafta 10 kunda emas, effekt 1 oy 2 oyda juda ham yaxshi seziladi. Nafaqat prostataga, jinsiy moyillikka, balki butun organizmga foydali vitamin va minerallardan iborat.